O'rtoqlar, bu kamera haqida sizlarga gapirmasam bo'lmasdi. Kamerani telefonga uladim. Birinchi o'rinda e'tibor berishinglar kerak bo'lgan jihati bu tasvirda sifatida. O'zinglar qaranglar. Tasvirda sifat tushib ketmayapti yaqinlashtirsam ham. Eng muhimi, yana bitta muhim narsalardan bittasi bu harakatga qarab kamera ham o'zi aylanyapti, ham mana obyektni belgilab olgan, bu общий kadr, bu belgilab olgan kadr. Shuna qilib do'stlar kamera ishlayapti. Mana o'zi yaqinlashtirib, o'zi uzoqlashtirib, eng muhimi 8 megapikselda sifat umuman tushib ketmaydi. Zo'ra. O'zi ko'pchilik obunachilar bilishadi. Ushbu kuzatuv kameramiz Ezvis brendidan H6C da yangilik variantdagi kameramiz bo'ladi. 4K'li 8 megapikselda G1 variantda. Ushbu kuzatuv kamera 204 Hz bilan 5 Hz Wi-Fi ga ulanadi. Xo'p, 512 GB gacha chip padesha qiladi. Avtozumi bor. Sizlarga ko'rsatib o'tganimdek, bemalol gaplashib, kelgan odam bilan muloqot qilsangiz ham bo'laveradi. Muhimi, sizlarga ko'rsatib o'tdim qanaqa olishini. Sizlarga ham ushbu kuzatuv kameramiz kerak bo'ladigan bo'lsa, hamyonbop narxlarda har doimgidek Anasujon do'konimizdan topishingiz mumkin. Raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqsalaring, bemalol O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dostavka xizmatlarimiz ham ishlab turibdi. Barchalarni do'konimizda kutib qolamiz. Shunaqa keng assortimentda kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.